Ko'kdala tumanida xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish, erta turmushning oldini olish maqsadida davraga kel, dugonajon mavzusida ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi hamda tuman hokimligi hamkorligida o'tkazilgan ochiq muloqot tafsilotlari muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Yoshlar, ota-onalar hamda mahalla faollari ishtirok etgan tadbirda asosiy e'tibor barvaqt nikohlarning qizlar salomatligi, ruhiyati va kelajagidagi ijtimoiy hayotiga yetkazadigan zararli oqibatlarga qaratildi. Muloqot davomida qizlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi va o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi jamiyat uchun qanchalik muhim ekani alohida ta'kidlandi. Hunarmand xotin-qizlarimiz, tadbirkorlarimiz o'sha mana shu tumanda, viloyatda o'zini o'rnini topgan faol xotin-qizlarimiz shu bilan bir qatorda bugun o'sha oilasida farzandlari oliy ta'lim muassasalarida muddatdan oldin qabul qilingan o'quvchilarning ota-onalari ishtirok etib, erta turmushni oldini olish holatlarini oldini olish bo'yicha ertaga qizlarni ham bilimli qilib, ham kasb-hunar egasi qilib tarbiyalash bo'yicha bir ochiq muloqot bo'ldi. Shu bilan bir qatorda oilaviy ajrimlarni oldini olish bo'yicha ham ana shunday nizoli oilalar bilan alohida suhbatlar tashkil etildi va bularga o'sha huquqshunoslar tomonidan, psixologlar tomonidan kerakli maslahatlar berildi. Ochiq muloqot davomida xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonliklarning oldini olish, sog'lom oila barpo etishda ilm-ma'rifatning o'rni yuzasidan foydali tavsiyalar berildi. Ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan qator savollarga mutaxassislardan atroflicha javoblar olishdi. So'zga chiqqan mahalliy hunarmandlar esa xotin-qizlarning bandligini ta'minlash va kasb-hunar o'rgatish borasidagi tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Har bir ota-ona o'zini farzandini baxtli bo'lishini, hayotda o'z yo'lini topishni istaydi. Bugungi tadbirimizdan maqsad ham o'sha qizlarni erta turmushga bermaslik, ularni avvalambor hayotda o'z yo'lini topib ketish uchun hunar o'rgatish, ularni o'qitish, mayli oliy ma'lumotli bo'lmasin, hunar o'rgansin. Oiladagi janjallar, ajrimlar eng avvalo mana shu iqtisod yetishmovchiligidan. Qizlarni hunarli bo'lsa, mana shu hunar orqasidan pul topsa, ular birinchidan mana shu turmush o'rtoqlarini qo'liga qaramaydi, o'zlarida pul aylanib turadi. Masalan, tikish qiladi, buni kiyimini tikadi, buni dasturxonni tikib beradi yoki bo'lmasa gilam to'qib sotyapti, ularning qo'lida pul aylanyapti. Oilasiga qo'shimcha daromad kelyapti. Shuning uchun ham qizlarimizni hunarli qilib, ularni o'z yo'lini topib ketishga o'zimiz birinchi o'rinda tirgak bo'lishimiz kerak onalar. Tadbir doirasida otalar uchrashuvi ham tashkil etildi. Unda farzand tarbiyasida otalarning mas'uliyatini oshirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillari tomonidan hududlarda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, qonunchilikdagi so'nggi yangiliklar haqida batafsil ma'lumot berildi. Shu bilan birga mahallalarda aholi salomatligini mustahkamlash maqsadida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik ham tashkil etilib, fuqarolarga zarur tibbiy maslahatlar berildi. Ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalarni yarashtirish bo'yicha amaliy choralar ko'rildi. Yig'ilish yakunida mahalla xotin-qizlar faollar hamda ta'lim muassasalari xodimlari ishtirokida xonadonbay targ'ibot ishlarini kuchaytirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Uchrashuv so'ngida hunarmandchilik va baxshichilik san'atini rivojlantirishga munosib hissa qo'shayotgan tuman faollari tashkilotchilar tomonidan tashakkurnomalar bilan taqdirlandi.